Ba'zi videolarimda rakovinada posudalani shunaqa holatda yuvayotganimni ko'rib, voy rakovinanglar buzilganmi, turbasidan suv ketmaydimi yoki oshxonanglarga suv kelmaydimi va shunga o'xshash har xil savollarni berishadi. Qizlarjonlar, oshxona rakovinamizga issiq suv ham, sovuq suv ham bemalol keladi va naporini o'z ko'zinglar bilan ko'rishingiz mumkin. Trubasidan ham suv ketadi. Alohida idishga posudalarni solib yuvishimga kelsak, suv ancha ekonom bo'ladi va men posudalarni ko'pirtirib yuvishni yaxshi ko'raman. Oqizib qo'yib yuvadigan bo'lsak, bilasizlarmi, qancha suv uvol bo'lib chiqib ketadi. Bolalaringiz bog'chaga bormaydi, ertalabdan kechgacha ularni shovqini-yu oshxonadan beri kelmasligingiz orqasidan charchab qolmaysizmi degan savolni ham olaman. Meni kunim ertalabdan kechgacha oshxonaning ichida o'tmaydi. Bu qilayotgan ishlarim bo'lsa har bir xonadondagi ayol qizi xonadonini pokligi uchun qiladigan oddiy uy yumushlari. Xohlaymizmi yo'qmi, bu ishlarni qilish bizning majburiyatimiz hisoblanadi. Uyda bola tarbiyasi bilan o'tirgan holatimda o'zimni sevimli ishim bilan shug'ullanib daromad qilaman. 6 yildan oshiq soch bo'yicha tajriba va bilimlarimdan kelib chiqib, ayol qizlarimiz uchun soch va teri uchun bir qancha parvarishlovchi mahsulotlarni tayyorlayman. Xonadonida ayol kishi etagidagi qo'sha-qo'sha farzandlari bilan bir o'zi ancha ishga ulguradi. Bilasizmi qachonki? Qachonki yori tarafdan va oila a'zolari tarafdan podдержка bo'lganda, uni eshitib, qo'llab-quvvatlashganda ayol kishi kerak bo'lsa tog'i talqon qilib ham ko'rsatib bera oladi.